Heyo, men salom sizlar. Sizlar bilan men Super Gamer o'z bugungi videomizda mana shu daraxtli uyni oxirigacha bitkazamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Qoch xabar. Shuni mashaga qo'yish kerak deyman. To'g'rimi? Birinchi o'rinda bizga mana bunday bar. Ikkinchi o'rinda esa daraxtni sanayapman. Mana. Hozir daraxt kerak emas, hozir faqat o't kerak. Lekin buning yarmi daraxtdan. Men buni bugun qurdim. Yarmiga sizlar bilan video yo'layman. Albatta, Super Gamer kanaliga like bosing, obuna bo'ling. Meni 10 ta obunachiga erishtiring. Meni birinchi kanalim aslida 20 ta edi obunachisi. Keyin bani menga ko'rmay qoldi. Ikkinchi kanalim unda 5 ta obunachi bor. U ham bani edimi? Qanday menga kirmayapti. Menga necha baho berasizlar obunachilar? Kirmayapti. Lekin bu 3-chi kanalim. Albatta bu kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyani boqilib tashinglar. Aytgancha bu videoga necha baho berasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar sizlarga tomog'im qolayotgan yoqmayotgan usul, chunki men ozgina shamollaganman, e'tibor bermaysizlar. Endi mana bunday qilib chiqish kerak. Oppo. Bu boshqaku. Hali shunday qilib chiqaychi bir yog'ini qurguncha. Albatta bu qurayotgan sizlarga yoqgan bo'lsa ham biroz qo'yinglar. Bugun undan necha bargacha baholasizlar. Albatta men buni kommentariyada kutib qolaman. Men qurishni boshladim. Yo'lga qo'ymaydi ahmoq. Mana shu yerda xatolik ketdi. To'g'ri xatolik ketdi. Hammana endi bo'ldi. Har vaqt siz qolgan va shunday bir blokli inchilardan ketardi. So'ngga tegdi va dumaloqsa deydi. Spek shock ya speed control'da uni pilstradi. Pildisni telefon xohlagan joyini bossangiz u shu joyga blok qo'yadi. Lekin juda sekin, dumaloq esa juda tez. Lekin azobli. Agar shunday harakat uchun like bosing. Faqat sizdan like so'rayman. Axir bu tekin-ku. Men sizlarni majburan bu videoni ko'rib kamida 10 ta like bosgan bo'lardim. Men esa uxlab olaman. Uxla. Bag'ilabim ha. Lafu. Eshitgansizlar shunday qilsin. İki ko'rinishi mana. Faqat negadir bo'tki bo'lib turibdi. Men esa juda tez qurib olishim kerak. Osig'imizdan ko'ra to'g'rimi? Nechun qilib qolib. Shuning uchinchi kanalimda, ya'ni hozirgi videolarning kanalida bitta ham short qo'ymaganman. 2-3 ta obunachi. Albatta mening Minecraft'lar degan kanalim bor. Unda 16 ta obunachim bor. Siz ham o'shanga o'tib qo'ying. Videosida apsani qoldiraman. Va kommentariyada Telegramning manzilini qoldiraman. Ya'ni silkasini. Bularni qo'shimchalar azob.
Kanalımda görünüş fikri payda qildi. Ne qo'yilmaya? Men hali yosh bolaman. Shuning uchun men omonatchim bo'lmanglar. 100,000 ta omonachiga erishishni xohlayman, lekin shunday bo'la olarmikin? Albatta sizlar meni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Bo'lmasa men o'zimni o'zim bo'lib qo'ymayman, to'g'rimi? Ko'p gapirmay ishni qilaylik. Gapimni qilsam bo'lmasizlar. Lekin men videoni istab quraman. Men bu yerda mana shu daraxtni qo'yishga harakat qilyapman, lekin bu yerda ko'p xatolar bo'lgan. Albatta sizlar buni kechirasizlar degan umiddaman. Xullas men nimayam derdim. Albatta Super Gamers kanaliga obuna bo'ling, like bosing. Va meni 10 ta obunachiga erishtiring. Bu yerda men birinchi marta qilayotganim uchun botlarga o'xshab har yerda qarayverganman. Albatta kommentariyada yozib qoldiring, bunday videoga necha baho bergan bo'lardingiz. Qani videoni tezlashtirib yuboraman. Boshladik. Let's go. To'g'ri, bu joylarda lekin juda ko'p xato qilyapman. Lekin bilasizlar, kechilasizlar degan umiddaman. Albatta bulardan uzr so'rayman. Albatta Super Gamers kanaliga obuna bo'ling. Men ham boshqa blogerlarga o'xshab 100,000 ta va 1 million ta obunachiga erishishni harakat qilaman. Lekin hayron bo'lmanglar, bittada nega 1 million so'rayapsan deb. Mayli, sekin birinchi bo'lib 10 dona, keyin 50 ta, keyin 100 ta, keyin mana do'stlar, men muqur bo'ldim. Buni qilishga ancha vaqt ketsa, adashgan bo'laman. Sizlarning o'yinlarda 9 minut vaqt ketdi. Lekin bu boshdan qilish qanchalar azob. Mana faqat meni o'rnimda bo'lsanglar bilardinglar. Endi ichishini asal qo'yib chiqamiz. Birinchi o'rinda bu yerni yonar blok bilan to'ldirib chiqamiz.
Axir bunda ko'rinib qoladi-ku. Rahmi qo'yib beradi deyishilarga. Lekin istanklan qo'yib chiqaman. Yaxshi men odam men sizlarga botmadim. Siz demaslik uchun to'q yashil gilamdan. Ne bu yerda bilinib qoldi sizlar? Bu meni emas, bu Minecraft bagi. Bak shunday bo'lsa aytmayman do'stlar. Ha, asabimni o'zib bo'lyapti bu. Bo'ldi, birinchi o'rinda bo'ldi. Endi bu yerni ochib qo'ysamkin, ochmasam. Albatta ichini ochib qo'yaman. Bo'lmasa xunuk ko'rinadi. Xunuk ko'radi. Sizlardan bir kishi degan so'zni eshitkim yo'q albatta. Uzr. Uzr do'stlar. Men deyni unutdim. Video yozganimdan chiqib qoldi. Uzr do'stlar. Agar montajda bu joyni kesib o'rniga qo'shib qo'ysam, hammasi yaxshi bo'ladi. Uzr do'stlar, xatolik uchun. Bunda maroqli qo'shiq tilayman.